Turdiyev nima yomonlik qilgan ekan deyman. Ota-onalar majlisga borilmaydik, uyingizga chaqirtiribsiz. Hech kim kelmaydimi, bo'sh o'rib men mahalla ko'midan boshqa demaydimi? Raqs o'rganamiz, xavotir olmang, hech kim kelmaydi. Birinchi raqsimiz qaldirg'och raqsi. Billa, xotin bo'lsa o'zimni ham o'ldiradi lekin. Ustoz. Man, ne oldu beri odam keldim nimaki? Menuda faqat bu qaldirg'ochmi, bu boshqasi yo'qmi? Böyle o'zi yes qilamiz-da. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير Xotin, kechiring nimani? Ota! Ota! Shunaqa ishlarni qilishga uyyormaysizmi? Onamni uylamadingizmi? Qilib yurgan ishingizni qarang. Ustoz, sizni aytmasa ham bo'ladi. Endi men nima qilay? Nima ham qilading? Nima ham qilading? Ol mana bu yoqqa. San iflos, kuchuk bachcha. Otangga do'q qilib gapirgan bo'ldingmi? Otangni oldida sigaret chekgan bo'ldingmi sen? Asabimga tegib meni. Sizchi? Stop! Sanla ota-bachcha ikkalang meni uyimga kelib olib, nima uchun urush qilyapsanlar o'zi? Meni o'zi chaqiruvdizku. Qaytami turing qani? Sen nima uchun kelding? O'zingiz aytdingiz-ku, obeddan keyingi ikkita raqsni o'rganamiz dedingiz. O'shani keldim. Uf, sen ikkita raqsdan keyin uxlab qolyapsan-da. Ya, o'yla, sen otani uy o'ldiribsanmi? Chiq bu yerdan. Dadadan o'zi master class ko'rasan. Ha, qanaydi lezgin keldimi? Hoppa, hoppa. Canonga bağladım bir kecha, bir basır aslan.